Tashqarida naqd 60 gradus issiq bo'lsa ham meni ish qilishga majbur qilgan narsa bu qizli uyimga ketish kerak bo'lganim. Har bitta o'zini hurmat qilgan kelinlarga o'xshab ishlarimni qilib, hamma yog'imni yig'ishtirib ketishga odatlanganman. Shu odat bo'yicha hamma ishlarimni qilishni boshladim. Birinchi bo'lib kirlarimni kir mashinaga tiqdim, keyin bo'lsa oshxonamni bir rolga yig'ishtirib oldim. Ko'rib turganingizdek, pink pastani sizlar bilan tayyorlagan edik. Hamma yo'llarni ko'pirtirib mazza qilib yuvib chiqdim. To'g'ri, mazza qilib ishlatyapman bu pink pastani, lekin bitta notarafi bor. Ya'ni soda va chistoldan iborat bo'lgani uchun yaxshilab chayib tashlamasanglar, oppo-do bo'lib qolib ketar ekan. Sizlar ham tayyorlab ko'rdinglar-ku, sizlarda shunaqa bo'lmadimi? Kommentariyada fikringizni kutaman. Keyin bo'lsa choy ichadigan joyimizni bir rolga yig'ishtirib, pilisoslab chiqdim va har doimgidek bomba tushadigan bolalarimning xonasini ham pilisoslab tozalab qo'ydim. Sarpamga oynali garderob olganimga aslantirib boshladi bolalarim dog' qilib. Xullas hamma ishlarimni qilib bo'ldim. Sizlar ham qizli uyga ketayotganingizda hamma yo'llarni tozalab ketasizlarmi? Kommentariyada fikringizni kutaman.